bir toifalar borki, mazhabni tan olmaydigan toifalar bor. Ya'ni ularning da'vosi shuki, bizga mazhab kerak emas, biz faqat Qur'on va hadisga ergashamiz deydi. Ya'ni bu toifa soxta salafiylar. Bu biz uchun katta bir xatar. Ular aytadilarki, mazhab bizga kerak emas. Mana misol uchun biz Abu Hanifa rahmatullohi alayhi mazhablari Hanafi mazhabida bo'lsak, Abu Hanifa rahmatullohi alayhini aytganlarini qilamiz. Ularga ergashamiz. Ular aytadilarki, mazhab bizga kerak emas, chunki mazhabni tuzganlar ular ham siz va bizga o'xshagan inson. Ya'ni gunohkor inson. O'shaning uchun bizga unaqa mazhab kerak emas. Biz faqat Qur'onga va hadisga ergashamiz deydi. Endi ularga ham bitta savol beraylik. Xo'p, mazhabga ergashmas ekansizlar, mazhabni tuzgan bir inson ekan. Aslida sizlar ham bir mazhabdasizlar. Qanaqa mazhab desa, sizlar ham kimnidir gapiga ergashdinglar. Chunki o'z-o'zidan bu narsa Qur'onga va hadisga ergashaman degan narsa hayolinglarga kelib qolgani yo'q. Balki kimnidir gapiga sizlar ergashdinglar. Demak, sizlar ham o'sha insonning mazhabidasizlar deyishimiz mumkin. Ularning niyati nima desa, ularning niyati mo'min musulmonlarning ichiga nizo solish, ixtilof solish, kelishmovchilik chiqarish, urush, janjal chiqarish. Biz Hanafi mazhabida ibodat qilsak, bizga kelib turib Shofiiy mazhabida ibodatlarni amalga oshiradi. Shofiylarga borib turib Hanafi mazhabiga. Ya'ni bizda kinniga tegiga qo'llarimizni qo'yib namoz o'qisak, bizni oldimizga keladi-da, ko'kragiga qo'yib namozini o'qiydi, oyoqlarini kiyirib olib. Shofiylarga boradi-da, Shofiylar bunaqa namoz o'qisa, qo'l ko'kragiga qo'yib namoz o'qisa, ularga borib kinnigini tegiga qo'yib namoz o'qiydi. Ana ko'rdinglarmi? Bu ixtilof solishlik. Musulmonlarning o'rtasiga ixtilof solishlik, nizo chiqarishlik.